Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bugun men olmosdan bo'lgan mayak quraman, lekin bu oson bo'lmaydi. Buning uchun menga 164 ta olmosli blok kerak bo'ladi. Bu degani 2 quti 64 talik olmos va 36 ta yana olmos kerak bo'ladi. Agar buni barchasini hisoblaganda 1476 ta olmos kerak. Jin ursin, bularni uddalab bilarmikinman? Olmos kovlab olishimiz uchun yangi joy izlashimiz kerak. Qani bo'lmasam qayiqqa sakraymiz. Jin ursin, g'alayman nima bo'lo? Axir menda qanotlar bor-ku, qayiqda nima qilyapman? Mana bo'ldi, mana shunday uchadigan bo'lsam tezroq boraman. Yuhu! Qiziq, mana bu yerda katta teshik nima qiladi? Ko'raylikchi, teshikning ichida nima bor ekan? Yo xudoyim. Yo, sizlar mana bu g'orga qaranglar. Bu men ko'rgan Minecraftdagi eng katta g'orlardan biri bo'lsa kerak. Men narigi tarafda olmos ko'ryapman shekilli. Narigi tomonda ham bor ekan. U tomonda ham bor ekan. Xo'sh, mana bizda deyarli 6 ta olmos bo'ldi. Olmos qidirishni davom ettiraveramiz. Agar bu g'orda shunday davom etaversam, men anchagina olmos yig'ib olaman. Mana bitta, 3, 4 va 5. Mana bu olmos yashirinib turgan ekan. Qani, yana ozgina. La'nati. Men 10 daqiqadan beri olmos qidiryapman. Menda olmos 15 ta bo'ldi. Bu ajoyib degani. Men bir narsadan xursand bo'ldim. 1.18 versiyada olmos qidirish juda ham oson ekan. 1.17 versiyasida esa olmos qidirish o'lim bilan baravar edi. Mana endi men bu g'orda olmoslarni uchib qidiraman. Ular esa meni oldimdan chiqaveradi. Jin ursin, men hozirgina o'rgimchakning yo'lib ketganini ko'rdim. Xo'sh, demak hozir bizda 16 ta olmos bor. Agar men Fortune 3 ni ishga soladigan bo'lsam, men deyarli 32 ta olmos kovlab olar ekanman. Undan tashqari 1444 ta brilliant olishim kerak, olmos bloklarni yasashim uchun. Yo xudoyim. Bu yerda anchagina ekan-ku. Mana buni brilliantlar desa bo'ladi. Bu yerdagi brilliantlar yoki 9 ta yoki bo'lmasam 14 ta edi. Ajoyib. Hammasi joyida. Menda hozircha zapas olmoslar bor. Men o'ylashim bo'yicha bular 2,5 pachka olmos bo'ladi. Bu degani mayakni qurishim uchun 9% ga yetadi. Buning uchun men hali anchagina harakat qilishim kerak. Alo? Men skelet topib oldim. La'nati. Uzr oshna, mana endi seni uying yo'q. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Musordan boshqa hech narsa yo'q. Uning ismi tushirilgan nishon bor ekan. Skeletning ismi Tupurdimurod Rasvoqulov Hayvonovich. Men bu g'ordagi olmoslarni tezda yig'ib chiqishim kerak. Nimaga deganda menda temir tugab boryapti. La'nati, u yerda 3 ta zombi bor ekan-ku. Oldingi moblar juda ham uzoqda paydo bo'lishardi, bular esa shu yerda paydo bo'lishgan. Ularning uzoqligi 10-15 blok bo'lardi. Hozir esa 2 blok. Menimcha bu zombilar oilasi bo'lsa kerak. Jin ursin, afsuski men bulardan foydalana bilmayman. Chunki bular mening uyimdan juda ham uzoqda-da. Mana bu yaxshi topilma. Qiziq, juda ham qiziq. O'zi zombilar shunday paydo bo'lishi kerakmi yoki yo'qmi? La'nati, mana yana bitta. Axir bular shundoqqina shu yerda paydo bo'lyapti-ku. La'nati. Menimcha bu yerga qarg'ish tekkanga o'xshaydi. Men bir narsaga tushunmadim. Minecraftda mana shunday narsalarni ham topsa bo'ladimi? Bu yerda temirlar juda ham ko'p ekan. Mana bu yerda ham temir bor. Bu nima balo, eritilmagan temirmi? Bu juda ham qiziq. Bu g'orni qanchalik chuqur kavlab bormagin, baribir uning ichiga qarg'ish tekkan. Mana yana ikkita. Mana yana. La'nati. Shoshmanglar, bularni bir sanaylikchi. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qoyil. Mana yana bir nechta. Menda deyarli 17 ta bo'ldi. Mana bu yerdan esa elitralarda uchib boraman. Bu yerda kolonnalar juda ham ko'p ekan. La'nati, men mana shu kolonnalarga urilib ketishidan qo'rqgan edim. Mayli, ko'p gapirmaymiz-da, uchib borib. Olmoslarmi? Agar men olmosni mana bunday qilib, la'nati. Jin ursin, unday qilib olib bo'lmas ekan. Qoyil. Mana buni olmos koni desa bo'ladi. Bu yerda 16 ta blok olmos bor ekan. Hazillashyapsanmi o'sha? Menimcha tepada ham nimadir bo'lsa kerak. Iltimos, olmoslar tugamasin. Qani, bo'la qol. Qoyil. Menimcha meni omadim kelyapti. Menga bu bahaybat g'or yoqib qoldi.
O qoyil, men deyarli 3-zapasni to'ldiryapman. Lekin men bu g'orga kirgandan afsuslanmayman. Yerlanati, men hozirgina qandaydir qo'rg'onga tushib qoldim. Jin ursin, bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Tushunmadim, bu meni tushimgami yo o'ngimda bo'lyaptimi? Xo'sh, men Jin ursin, men bu yerga oldin kelganman. Ha, mayli, men bu yerga oldin bo'lgan ekanman. Men o'ylabmanki, g'orning qarg'ishi menga ham tekkanmi deb. Men hozir qo'rg'onni chiqadigan yo'lga paydo bo'lib qolamanmi? Bu bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, bo'ladigan ishni ko'rish kerak. Chunki hozir meni miyam portlab ketadi. Tushunmadim, bu o'rgimchakda qandaydir kuch bormi? Menimcha qizil nuqtalar bu uning kuchi bo'lsa kerak. Har ehtimolga qarshi zirhli kiyimimni kiyaman. Nima gap cho'lpi? Uning ismi Kapkir ekan. Qana bo'la qol, menga kuchingni ko'rsatchi. Menimcha o'rgimchak uyalayapti. Mayli. La'nati. Men deyarli olmoslarni yig'ib oldim, lekin menda salyutlar kam qoldi. Menimcha bular uygacha yetib olishimga yetmasa kerak. Shuning uchun uyga qaytib, salyutlarni yig'ib, oziq-ovqat ham yig'amiz va yana resurs kovlashga kelamiz. Demak, biz uyda ekanmiz, barcha olmoslarni birlashtiramiz. Ko'ramiz videoni oxirigacha balandligi qancha bo'lar ekan. Aldashni xohlamayman, lekin olmoslar kam. Menimcha hali ish ko'p. Menimcha bu ajoyib uchish bo'ldi. Ha, aytgancha, men yangi g'ordaman. Kelinglar, biz haligi ikkita tillodan bo'lgan olma bor. Qoyil, mana shunday olmoslar chiqib tursa, men anchagina xursand bo'lgan bo'laman. Qoyil. Nima uchun bu 8 oyoqlar bunchalik to'poy bo'lishadi? Jin ursin, to'g'ri yo'lga yurib bilishmaydi. Men to'g'ri gapiryapmanmi? Jin ursin. Mana tayyor, oxirgi olmosni ham oldim. Mana endi bularni hisob-kitob qilamiz. Ko'raylikchi, bizda olmos qancha bo'lgan ekan. Ko'ramiz 30 daqiqada qancha yig'ib olar ekanman. Bitta olmos topdim. 2 daqiqa o'tib ketdi. Mana yana ikkita, u yerda yana bitta bor ekan. 4-inchisi. Mana bu 5-inchisi. Jin ursin, olmos kam g'orni yomon ko'raman-da. Bu asabga o'ynaydi. Bilaman, olmoslar bor, lekin uni qidirish kerak. Qidirganga yarasha bitta olmos topsang, bu nervingga o'ynaydi. Eng yomoni lishayniklar ham olmosga o'xshaydi. Yana bitta. Qoyil, yana bitta. 9-inchisi. O'yn. Qani olmoslar, uyalmasdan chiqaveringlar. Mana shu ikkita ham meniki. Hozircha menda 14 ta. Jin ursin, bu yerda nima bo'lyapti o'zi? Nima uchun suvning rangi bunchalik ko'm-ko'k? Bu nima, yam-yashil biomami? Yo, sizlar mana bu ko'k suvga bir qarang-da. Jin ursin, suvning rangi ham shunaqa ko'k bo'ladimi? Xo'sh, bizning 10 daqiqa vaqtimiz qoldi, lekin biz 39 ta olmos topdik. Menimcha bu yomon emas. Lekin men 30 daqiqa ichida bir to'plam topmoqchiman. Demak, men 10 daqiqa vaqtimni mana shu ishga qarataman. Jin ursin, bu olmoslarni nima buncha ko'p skeletlar qo'riqlaydi? Yo'qolinglar, men olmos topmoqchiman. Jin ursin, qayerdan paydo bo'lding sen tasqara alvasti? Mana, meni 10 daqiqa vaqtimni yarmi ketdi. Qoyil, menimcha men olmoslarimni bir to'plam qila olaman. Agar men mana bulardan yetarlicha ola olsam, demak mening olmoslarim bir to'plam bo'ladi. Xo'sh, mana bu yerda yana bor ekan, yana 4 ta, yana 4 ta. Mana bu yerda yana birozgina, qani bo'la qol. Qani, la'nati bu yerda yo'q ekan. Jin ursin, menga shunchaki 7 ta olmos kerak. Ha, mayli, hech qisi yo'q. 1, 2 va la'nati. Hech qisi yo'q, menda hali 3 daqiqa vaqt bor. Xo'sh, 61 ta bo'ldi. Tezda mana bu yerga uchib boramiz, chunki bu yerda olmos ko'rgan edim. Qani, qoyil, mana bitta. Hech qisi yo'q, menda hali vaqt bor. Jin ursin, menga yana 2 ta kerak. Qoyil. Mana bitta, 2 ta, 3 ta bo'ldi, menga yetadi. To'plam tayyor va bitta ortiqchasi bilan. Jin ursin, bu yerda olmoslar ko'p ekan. Mayli, tekin bo'lganda olish kerak. Men 30 daqiqada 66 ta olmos topdim. Menimcha bu yomon emas. Bu degani men har 2 daqiqada 2 ta olmos topdim degani. Xo'sh, bizda hozircha bilmayman qancha bo'ldi. Buni keyinchalik ekranga chiqarib qo'yaman. Hozircha biz olmoslardan 5 ta to'plam topdik. Agarda men Fortuna uchini ishga soladigan bo'lsam, men olmoslarni 2 barobar ko'proq yig'a olaman. Shunda bizda deyarli 700 ta olmos bo'ladi. Agar men hisob-kitobda adashmayotgan bo'lsam, biz mayakni deyarli 50% olmosini topdik. Jin ursin, bu o'rgimchaklar ham yurakka to'kildi. Xo'sh, qani sandig'ingdan nima o'g'irlab olar ekanman? Jin ursin, agar hozir bu yerdan chiqmasam o'lib qolaman. Jin ursin, shu vaqt qanotlar ishlamaydi. Xavfli sarguzasht bo'ldi-ku. Qoyil, mana shunday ko'proq olmoslar tushib tursa, yaxshiroq bo'lardi.
Men hech o'ylamagan edim Minecraft o'yiniga bunchalik berilib ketaman deb. Chunki Minecraft o'yinining qizig'i ham shunda-da. Olmoslar, baribir sizlar berkini bilmaysizlar. Men hozir kovlab kelgan olmoslarni mana bu olmoslar kolleksiyasiga qo'shib qo'yaman. Jin ursin, olmos qo'shdimi yoki yo'qmi bilinmaydi ham. Mana endi kovlashni boshqa yo'nalishga o'tamiz. Kelinglar, tunnel kovlagandan ko'ra boshqacha yo'lini o'ylab topamiz. Men eshitdim, -59 bo'lganda kovlash anchagina yaxshi bo'lar ekan. Kelinglar, 30 daqiqa kutamiz. Ko'raylikchi u bizni qayerlarga olib borar ekan. Jin ursin, bu yerda emaklab yurishimga to'g'ri keladi. Ha, mana shu ham ozgina vaqtimni oladi. Men birinchi olmosni topdim. Buning uchun menga 2 daqiqa vaqt kerak bo'ldi. Mana bu yerda yana 4 ta bor ekan. Bo'lmasam davom etamiz. Va nihoyat men uzoq kovlashlarimdan so'ng yana anchagina olmos topdim. Men 20 daqiqa kovladim. Mana shu 20 daqiqa ichida 20 ta olmos topdim. To'g'ri, bu ko'p emas, lekin meni nervlarim tinchlanadi. Men olmosni yotib kovlayapman. Mayli, yana 30 daqiqa kovlayman, ko'ramiz nima bo'larkan. Men yo'lakni deyarli oxirigacha bordim, lekin u yerdan hech nima topa olmadim. Shunchaki olmoslarim 50 ta bo'ldi xolos. Mayli. Bu yaxshi emas do'stlar, umuman yaxshi emas. Bo'lmasam kovlash ishini yana eski holiga qaytaramiz. Albatta bu tunnel kovlash. Bu osonroq, qulayroq va tezroq. Jin ursin sen creeperlarni, mana shu yerga to'xta. Umuman joyingdan qimirlama. La'nati. Sal o'xshamadi-ku. Nima deb o'ylaysizlar? Balki men nazoratli mayak qursammikin? Men eshitishim bo'yicha bir bloger nazoratli mayakni 6 oy davomida qurgan ekan. Lekin meni bunday qurilma qurish uchun vaqtim ham yetmaydi, sabrim ham yetmaydi. Xo'sh do'stlar, agar bu video 300 ming like yig'sa, men nazoratli mayak qurishni boshlayman. Like bosishni hozirdan boshlang. Mayli, Anilan Dublyaj.uz obunachilari uchun 300 ming like bu ko'plik qilsa kerak. Agar 100 ming like yig'sangiz, men nazoratli mayak qurishni boshlayman. Men sizlarga uni kattaligini aytmadim-ku. Jin ursin, shuncha g'orlarni kavlab, bunchalik ko'p mislik rudalarni ko'rmagan ekanman. Bu kamdan kam uchraydi. Qoyil, axir bu eng yaxshi va qudratli olmalardan biri-ku. Bilmadim, lekin bu olma juda ham shirin. Kimdir menga ayta oladimi, bu olma qanday xususiyatga ega ekanligini? Menimcha uzoqqa uchdi deb o'ylayman. Ha, menimcha uzoqqa uchdi. Bu o'yin emas, shunchaki uzoqqa uchira oldim. Jin ursin, yana shu yerga tushib qoldimmi? Jin ursin, menda yana bir imkoniyat bor. Bu oddiy tillodan bo'lgan olma. La'nati, men mana buni ko'rib olmos deb o'ylayman. Jin ursin, bu la'nati zombi ekan. U olmosga o'xshaydi, to'g'rimi? Mayli, davom etamiz. Mana bu shilimshiqqa qaranglar. Men shilimshiqni g'orda birinchi marta uchratyapman. Yo xudoyim, hozir nima bo'ldi? Men hozirgina qanotlarimni sinab ko'rdim, chunki ular juda ham sekin uchayotgan edi. Bunga qaranglar, qanotlarim sovuqda muzlab qolganga o'xshaydi. Jin ursin, lekin ular bir tomonlama bo'lib qolgan. Bular qanday qilib omon qoldi? Bu yerda zudlik bilan uyga bormasam bo'lmaydi. Mana bu boshqa gap. Men qanotlarimni 100% to'g'rilab oldim. Mana endi olmoslik binomizga yana ozgina olmos qo'shamiz. Xo'sh, bizda ikkinchi kun. Bu men qo'shgan olmoslar. Hozirda menda 6 ta butun bir taxlam bor. Mana endi bularni sehrlaymiz Fortuna 3 ga. Menimcha shularning o'zi yetsa kerak. Men boy bo'lishim uchun yana 1476 ta olmos kerak. Sizlar esa kommentariyada yozishingiz mumkin. Men bulardan qancha olmos olib bilar ekanman. Menimcha olmosga allergiyan bo'lsa kerak. Xudoyim, davom ettiramiz. Hozirda menda 14 ta taxlam, bu 896 ta olmos degani. Menga yana kerak bo'ladi 580 ta olmos. Biz ko'zlagan maqsadimizga yetay deb qoldik. Biz olmos qidirishga borishdan oldin bir nechta skeletlarni o'ldirishimiz kerak. Mana bu birinchisi. Jin ursin, bularni bir nechtasini o'ldirish birozgina vaqtimni olar ekan. Mana bu boshqa gap. Qani olg'a. Menga yana 2 ta kerak bo'ladi. Qani menga uni kallasini berchi. U yerda ko'p ekan. Butun armiya kelyapti-mi? Xayriyat, mana bu oxirgisi. Jin ursin, anchagina vaqtimni oldi. Men o'zimga kerakli buyumlarni oldim. Mana endi bu yerda quyon qilamiz. Menga faqat o'liklar qumi kerak. Mana shuni ham olsak bo'ldi. Xo'sh, men la'nati. Yo xudoyim, yo tavba.
Jin ursin, skeletlarni qarg'ish urdimi nima balo? Men o'zi bu yerga skeletlarni o'ldirishga kelgan edim, olmos topib oldim. Mayli, bu xamir uchidan patir. Har qadamimda olmoslar. Qani mag'lub qilib bilamizmi buni? Jin ursin, pistirmaga tushib qoldimi deb o'ylabman. Qani Groxning bobosini o'ldiramiz. Axir bu o'yinning eng qiziq joyi. Mana shu epizodda biz qurituvchini o'ldiramiz. Biz yer osti dunyosining yulduzini oldik. Bu unchalik ham qiyin bo'lmadi. Qoyil, mana endi menda ham mayak bor. Yo, sizlar mana buni chiroyga bir qarang. Mana endi buni olmoslik piramidani yuqorisiga qo'yishimiz kerak. Men lopatkani tezda tuzatdim-da ishga kirishdim. Shular yetmay turuvdi. Turay yo'qali. Bu ustimdan kulyapsizlarmi? Durdi qul. O'laygar yomon charchadim. Bu biz qurayotgan mayakning platformasi bo'ladi. Balkim kelajakda mana bu yerga ham temir uchun qurishim mumkin. Tillodan ham bo'lishi mumkin, zumraddan ham bo'lishi mumkin, nazaritdan ham bo'lishi mumkin. Balkim bu platformalarni qurishim uchun menga yillab vaqt ketar. Mayli, davom etamiz. Xo'sh, mana bu olmoslarni olamizda olmosli bloklarga aylantiramiz. Xo'sh, bizda hozircha 43 ta olmosli blok bor. Ularni mana bu yerga joylashtiramiz. 1 daqiqa. Menimcha men nimanidir adashtirdim. Jin ursin, meni mayakim kichkina bo'lyapti. Padaringga la'nat. Menimcha burchaklari yaxshi chiqyapti. Men hali mayakning ikkinchi qavatini qurganim yo'q, lekin chiroyli chiqyapti, to'g'rimi? Men yana bitta sehr jodu qilingan olma topdim. Meni omadim keldi. Bu yerda anchagina ko'p olmos bor ekan. Menimcha bu yerda ham bittagina bo'lsa kerak. Chunki Minecraft nimagadir meni yomon ko'radi. Qani, men to'g'ri aytgan ekanman. 64 ta bo'ldi. Kelinglar, mana shu sahnani qiziqarli qilamiz. Chunki men resurs kovlab zerikdim. Hozir uyga uchib boramiz, keyin esa yer osti dunyosiga tushamiz. U yerda esa bir nechta skeletlarni o'ldiramiz. Xo'sh, qani bo'lmasam boshladik. Aytib qo'yay, bu meni anchagina vaqtimni oladi. Bittasini kallasi tushdi. Ikkinchi kalla. Aylanay kuydirgan kallangdan. Yana bitta. Lekin bularni olishga men qiynalmadim. Jin ursin, nimagadir kalla tushmayapti. Qani bo'la qolsizlar, meni nervimga o'ynayapsizlar. Jin ursin, orqalaringizdan kuydirgan kallalaringizni izlab yurayman. Tvar ekan-ku, lekin bu menga qiyinchilik tug'dirmadi. Menga 4 uyum suyak va 3 uyum ko'mir kerak bo'ladi. Ustimdan kulyapsizlarmi? Men mana bularni o'ldirib 4-kallarni qo'lga kiritaman deb o'ylagandim. Men mana bu ikkitasini o'ldirsam 4-kallarni qo'lga kiritaman deb o'ylagandim. Men bu yerda malaka oshiryapman, lekin hammasi bir tim bo'lyapti. Mana bulardan biri ham shunga o'xshagan bo'lsa, men xafa bo'laman. Demak, reja bunday. Men juda ham uzun kon kovlayman. Uzunligi y-58 bo'ladi. Men olmos topdim. Qoyil. Men qadamimda olmos topyapman-ku. Men skeletni kallasidan ko'ra olmoslarni ko'proq topyapman. Sizlar bunga qaranglar. Men hozir 500 blok uzoqlikka tunnel kovladim. Demak, hozir qurituvchini chaqiramiz. Uning yordamida olmos izlaymiz. Kelinglar, ko'ngil xushlik qilishni mana shu yerdan boshlaymiz. Qani olg'a, Groxning bobosi. Yo xudoyim, la'nat qurituvchi sal qoldi meni o'ldirib yuborardi. Jin ursin, reja meni o'ylaganday ketmayapti-ku. Qani bo'la qol, bloklarni men uchun sindir. Bu yaxshi g'oya emas-u, lekin mendan ko'ra kattaroq ob'yomni tozalayapti. Bu kirka bilan kovlagandan yaxshiroq-da. Mana endi kovlangan tunneldan yuramiz, ko'ramiz olmos chiqarmikin. Qurituvchi qo'rqqandan olmos tug'dimi? Menimcha olmoslar tepadan, yana bitta tushdi. Bu olmosni tezgina olishim kerak. Qoyil, 4 ta olmos. Rahmat senga, Groxning bobosi. Bo'ldi, uni o'ldiramiz. Men seni yulduzchangni asrab qo'yaman. Ko'ramiz, qurituvchi bu yerni buzib tashlaguncha qancha olmos pastga tushib yig'ilar ekan. Men olmos ko'rdim.
Men hozircha 8 ta olmos topdim. Mana bu 7 tadan tashqari. Demak, bizda 15 ta olmos. Xo'sh, bugun 3-kun. Men boshlab qo'ygan mayakni tugatishim kerak. Jin ursin, bu meni o'ylagandan ko'ra ko'proq vaqtimni oldi. Xullas, men olmos qidirishni ko'p yo'lini qo'llab ko'rdim. Shunchaki uni sabr orqali kirka bilan kovlash kerak xolos. Oldinlari ham olmosni kirka orqali kovlaganlar. Demak, biz ham shu yo'lni qo'llaymiz. Jin ursin, men anchadan beri bunchalik olmos ko'rmagan edim. Xo'sh, bir necha soat og'ir mehnatdan so'ng men va nihoyat anchagina olmosni kovlab oldim. Xo'sh, ularni mana bu yerga o'rnatib, yana bir bino ko'taramiz. Kelinglar, shu safar devor ko'taramiz. Bargli devorni esingizdan chiqaring. Bu devor olmosdan bo'ladi. Devor binodan ko'ra ancha balandroq ekan. Mana endi men Fortuna 3 kirkamni ishga solaman. Men o'ylaymanki, bu olmoslik mayakka yetsa kerak. Olmoslar yetarlicha bo'ldi. Mana endi bulardan olmosli blok yasaymiz. Men o'ylaymanki, bu bloklar mayakni qurib bitkazishimga yetadi. Qoyil, la'nati, yana noto'g'ri quribman. Bo'ldi, va nihoyat biz kutgan mayak tayyor bo'ldi. Kutib oling, mana bizning mayak. Va nihoyat mening hardcore o'yinimda birinchi marotaba mayak paydo bo'ldi. Va nihoyat bizda ham mayak bor. Uning ko'rinishi ajoyib. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi jumada ko'rishguncha, xayr.